Qayerda Islom akani g'azab va nafratiga uchradim. Nima uchun meni osmonlarga olib chiqib Islom aka o'zi maqtab chiqqandan keyin parashyutimni olib tashlab yubordi. Nima uchun? O'lib ketishi mumkin edi. Okeanlarga tushib Islom aka nega meni o'limimni ham haligi qilmay parashyutimni olib tashlab yubordi meni. Men obrazli qilib aytyapman. Nimaga meni vatandan haydab yubordi? Demak, qayerdadir mendan ham o'tgan. Yengiltagligim. Mana men aytyapman, Islom aka meni quchoqlab, rahmat sizga. Bu mehmonlarni yaxshi olib yuribsiz. Bularga xursand sizdan deb ketayotganda rahmat aka deb ket. Muttaham. Men o'zimni aytyapman, Islom aka emas. Yo'q, shu paytdan bitta narsa o'ndirishim kerak. Islom aka eshikdan prezident mashinasiga o'tiryapti. Mashinasiga o'tirayotgan prezidentga gapirmang hech qaysingiz. Ama ahmoq mashinaga o'tirgan prezidentga oq yo'l deyishdi o'rniga Islom aka dedim. Mashinaga o'tirgan odam ha dedi. Chiqdilar yana.